Koreya yangiliklar admini ovozi birinchi qonuniy ayoli bo'laman. Haqiqatda bu video 2021-yili bo'lgan. Meni qornimda 4 oylik farzandim bo'lgan. Shunga qaramay xiyonatlari sabab meni urgan. Taloqsan. SMSlari, ayollarga o'chligi, 4-5 talab xotin olib tashlagani, ba'zi bir xotinlar internetga chiqib blogerni qoralab, Koreya yangiliklardagi Avazbekka turmushga chiqqanman. Oxirigacha shu itda qiynab o'taman deb menga yozdi. qornida xomasi bor ayolni urgan insonni inson deyish mumkinmikan? Dahshat, shok iqror. Koreyadagi Avazning qonuniy ayoli sirlarni ochdi. Homilador bo'lsam ham deb ayol nolasi. Dahshatli video. Bloger Avaz o'z ayolini bo'g'ganmi? Birinchi xotinining ko'z yoshlari. 4-5 ta xotini bor. Avazbekning asl basharasi. Ehson va xiyonatlar ortidagi haqiqat. Tarmoqlar larzada. Koreya yangiliklari adminining xotinidan qattiq murojaat va mudhish kadrlar. Bugungi videoyimizda tarmoqlarni chitiratayotgan va ko'pchilikning nafratiga sabab bo'layotgan eng shov-shuvli voqeani e'tiboringizga havola qilamiz. Koreya yangiliklari admini bo'lgan bloger Avazbekning birinchi qonuniy ayoli kamera qarshisiga chiqib, erining barcha kirdikorlarini fosh qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda Avazbek haqida tarqalayotgan gaplar uning ayollarga o'chligi va ko'plab xotinlari borligi haqidagi iddaolar asossiz emas. Ushbu videoda quyidagi shok tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Dahshatli holat. 2021-yilda olingan videoda Avazbek o'zining 4 oylik homilador ayoliga qanday munosabatda bo'lgan va ayolini bo'g'gan holatlari rostmi? Xiyonat va ko'z yoshlar. Blogerning doimiy xiyonatlari va 4-5 talab yashirin xotinlari haqidagi iddaolar. Tarmoqdagi janjal. Boshqa ayollarning ham Avazbekka qarshi chiqib, uni qoralayotgani ortida nima yotibdi? Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi, tezkor va xalqni o'ylantirayotgan xabarlarni biz bilan kuzatib boring. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham ulashing. Bu bola Islombek bloger. Agar gaplarni tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolani Ramazon oyida ta'limga kelgan bo'lsa, shu bolaga to'plandim. Ramazon oyida sizlar bergan ehsonlarni to'plab olib keldi. Jami 300 ming rubl yig'ildi. Ushbu mablag' bolaning jarrohlik amaliyoti, operatsiyasi uchun sarflanadi. Bolani operatsiya to'plagan edi. Barcha pullardan Alloh rozi bo'lsin. Opa, shu bolaga va pullarga duo qilib bismillah. Assalomu alaykum akalarim, opalarim. Bugungi hayit bayramingizlar bilan. Amin. Allohim yuzingizni nurli, so'zingizni huzurli, rizqingizni keng va kuningizni barakotli qilsin. Topganingiz halol, sarflaganingiz savobli, farzandingiz iymonli bo'lsin. Tanu joningiz sihat, salomat, hamisha Allohning zikrida bo'lish nasib etsin. Amin. Shu meni bolamga sababchi bo'lib ehson qilganlarning hammasiga Alloh rozi bo'lsin. Topganingizga baraka bersin. Amin. Alloh akbar. Ekran qiyanadan, akalarimdan, opalarimdan. Men bugun dalil qo'ygan video haqida gapirmoqchiman. Men Koreya yangiliklar admini ovozi birinchi qonuniy ayoli bo'laman. Haqiqatda bu video 2021-yili bo'lgan. Meni qornimda 4 oylik farzandim bo'lgan. Shunga qaramay xiyonatlari sabab meni urgan. Bundan tashqari juda ham ko'p marta urgan, zulm qilgan, haqorat qilgan. Men bu inson bilan ajrashish uchun hozir sudga berganman. U yerda yolg'on gapiratgan, urmaganman, hech qachon zulm qilmaganman deb. Bu videoni dalil qayerdan oldilar bilmadim. Lekin menga juda ham kerakli video edi. Men buni albatta sudga topshiraman. Sudda Alloh izni bilan bizga yordam beradi bu video. Bu inson meni fohishalikda ayblab, farzandidan voz kechgan. Holbuki men iffatini saqlagan muslima ayolman.
meni bir Namanganda uyimda sharmandalar qilgan judayam. Men bu insonni Allohga solib qo'yganman. Mana o'zi kifoya qilibdi. Mana bu video rolikni ko'rgan bo'lsanglar, bloger Avaz o'zini homilador ayolini vahshiylarcha urib bo'g'atgan holati video tasvirga tushib qolgani aytilyapti. Videoda to'liq o'rganib chiqqan inson sifatida, ya'ni Dalil.uz Javohir aka chiqargan versiyani ko'rib, hattoki bloger Avazning tarafini olayotgan zamhokim versiyasini ko'rib, o'zimni xulosami po faktu sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Videodagi inson nimaga aynan bloger Avaz deyilayotgani sabablariga kelsak. Videoda e'tibor bilan ko'rishinglar mumkin. Videodagi insonning yuz tuzilishi bilan bloger Avazning yuz tuzilishi bir-biriga juda ham o'xshash. Hattoki kiyinishlarigacha. Hattoki mana shu zamhokim o'zini Telegram'iga blogerning 2021-yildagi rasmini joylashtirdi. Mana shu rasmga solishtiradigan bo'lsak ham, soqollarini formalarigacha bir xil. Hattoki mana shu urush janjal bo'lgan oshxonani surishtiradigan bo'lsak, oshxonani banneriga e'tibor qaratishinglarni xohlardim. Koreya yangiliklari deb turib Instagram'ini reklamasini joylashtirgan. Endi bu oshxona bilan videodagi oshxona boshqa deydigan bo'lsanglar, mana bu rasmlarni ko'rishinglar mumkin, birga bir kopiya holati turibdi. Uni ustiga oxirgi mahal tarqalgan informatsiyalarga asoslanadigan bo'lsak, ya'ni bloger Avazda tarqalgan голосовойlar, taloqsan, SMSlari, ayollarga o'chligi, 4-5 talab xotin olib tashlagani, ba'zi bir xotinlar internetga chiqib blogerni qoralab, Koreya yangiliklaridagi Avazbekka turmushga chiqqanman. Oxirigacha shu itda qiynab o'taman deb menga yozgan. intervyu berganlariga asoslanadigan bo'lsak, videodagi inson bloger Avaz. Endi sizlarda asosiy savol tug'ilishi mumkin. Bloger Avaz bilan Nozimani nima aloqasi bor? Nozima o'lishidan oldin bo'g'ib o'ldirilgan degan versiyalar chiqdi. Mana shu versiyaga ishonadigan bo'lsak, bu videoda ko'rishimiz mumkin bloger Avaz o'zini ayolini bo'g'ayotgan holatda. Yoki bo'lmasam Nozimani ishi yopti bo'lib ketgan degan taxminga men ishonyapman. Va aynan bu ish ham yopti bo'lib ketilgan. Ya'ni jinoiy ish ochilmagan. Bir-biriga o'xshashliklarni ko'rgandan keyin, ikkita versiyani o'rganib tahlil qilib chiqqanimdan keyin meni xulosam shuki, 100% ehtimol bilan videodagi inson bloger Avaz. Agar shunchaki tasodif deb olib qaraydigan bo'lsak, 110% ehtimol bilan boshqa inson bo'lishi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchamizga ma'lum, Nozimaning masalasi bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarimizni olib boryapmiz, maksimal darajada harakat qilyapmiz, barcha dalillarni to'plaganmiz, xabaringiz bor, advokatlar yollangan. Bugun o'sha advokatimiz shaxsan o'zlari chiqish qiladilar va yana bugun muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Xabaringlar bor, bu mavzu bo'yicha nafaqat O'zbekiston, balkimda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va hattoki Turkiyadan ham kuzatib turishibdi. Bugun 10-aprel, ya'ni Koreyada shu Nozima bo'yicha sud med ekspertiza xulosasi bugun chiqadi. To'g'ri, bizda savollar juda ham ko'p. Mayt lekin O'zbekistonda, lekin sud med ekspertiza xulosasi aynan 10-aprelda chiqyapti. Xo'p, u albatta bugun chiqadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bu narsa chiqqandan keyin albatta hammasini o'rganib, tarjima qilib, bugun aynan mana shu Detektiv.uz kanaliga joylaymiz. Bizani kuzatishda davom eting. Mansab ko'tara olmagan itdan past isqirtdi videolarini ko'rib turib, ba'zi bir insonlar bundan go'yoki farishta yasab olishgan. Avaz ketdi, endi Koreyada o'liklarimiz xor bo'ladi. Kasallarimiz shifo topmasdan o'lib ketishadi. Lekin bular bilishmaydiki, rizqni ham shifoni ham Alloh beradi. Bu ketgan bo'lsa, ertaga buni o'rniga boshqasi keladi. Biz buni internetdagi hayotini ko'rib turib farishta yasab olayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin buni tashqaridagi hayotini ko'radigan bo'lsak, qanchalar itdan past isqirtligini ko'rishimiz mumkin. Qornida xomlasi bor ayolni urgan insonni inson deyish mumkinmikin? Kommentariyaga yozilibdi, sen tuhmat qilyapsan, yolg'on gapiryapsan. Agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana bu rasmni общий planda eslab qolinglar. Endi mana bu rasmni ko'ringlar. Agar nimadir neto bo'lsa, buni birgalikda ko'ringlar. Endi ham bu bloger avazmasligiga ishonyapsizlarmi? Xo'p, shunda ham senga ishonmaymiz deydigan bo'lsanglar, Dalil.uz kanalida mana shu yerda kaltak yeb yotgan ayolning videosi chiqadi.
Shu videoda ko'ringlarda kelgan xulosalar chiqdi. Bloqueados me callo, me callo.